Man chin qalbimdan o'ylagandimki, internetda meni hayron qoldiradigan video qolmagan deb o'ylaganman. Hayotimda shunaqa hech qachon adashmagan ekanman. Iltimos bu videoni tagiga Ahad Qayumni hamma belgilab ketinglar. Bunaqa ssenariy 100 yilda bir marta tug'iladi. Boshqa qaytarilmaydi. Bu rilsni ko'ringlar, keyin yana bir qaytamiz bu mavzuga. 12 marta uylanganmiz. 17 marta. 17 marta uylanganman. 17 marta uylangan. Muammo Azbek akamda-yu. Ana mening ishimda. Tug'masang ketdi. Ha, Ketiraydim. tug'masang ketaver degansiz. Tug'masang ketdi. Ha, muammo o'g'ilda-ku. Mana shundoq tuxum bilan tug'ilgan. Mana bundoq bo'lish kerak edi hozir. Bu yuqorida bo'lganligi uchun buni vaqtida 1,5 yoshgacha tushirib qo'yish kerak edi joyiga. Tushirilmaganligi uchun o'smagan. O'smaganligi uchun urug' ishlab chiqarmayapti. 17 ta bizilgan qizdan keyin 17 ta sonni eslab qolinglar. Xayoliga qaysidir joyga kelib qoldiki fikr, что balkim o'g'limda muammodir. Mana shunaqa fikr kelib qoldi. 17 ta kelindan keyin. Yo, adashmayman. Bunaqa bayoplarga men o'ylashim bo'yicha xayoliga hech qachon kelmasdi. Men o'ylashim bo'yicha 18-to'y harakatlarning o'rtasida bir qaysidir qo'shni bu narsalarni ko'rib, shu bayoplarga aytgandir. Balkim o'g'lingdadir muammo deb aytib ketgan. O'shandan keyin vrach yoniga borishdi. Ahad Qayum aka, bu ssenariy uchun Oskar olasiz. Dunyoni portlatib o'rasiz. Shunchalik darajada jiddiy ssenariy bitta qismli kinoga bu to'g'ri kelmaydi. Serial qilish kerak. 17 ta qismlar. Yo, 18 ta qismdan. Har bitta qism, har bitta kelin to'g'risida 18-final yakuniy seriya bo'ladi. Doktorga borgan kuni. Momani ham o'ylab topdim bu kinoni. Bayoplar makoni. Onasi, bolasi, otasi birinchi ikkita qizi ota-onasidan tashqari qolgan 15 tasida ham makon zo'r serial bo'ladi. Faqat bitta savolim bor, bitta dona. Shu 17-qizi ota-onasiga. Shu to'ydan oldin gaplashadi-yu ota-onalar. So'ragandirsiz, o'g'lingiz uylanganmi oldin? Necha marta uylangan? Shu 16 marta degandan keyin qanaqa rozilik bildirdingiz? Yoki qizingiz voy, bля